ikkinchi so'zni bosh harf bilan yozdim, katta harf bilan ism familiya. Camel case deb aytiladi. Camel case degani tuya. Ya'ni tuyani ustida o'rkachi bor-ku. Ana shu o'rkachini qarab olingan bu narsa. Ya'ni kitobda nada yozilgan qonun qoida emas. Ular baravar. Camel case shu tuyani o'rkachini qarab olingan narsa. Keyin yana bir nima bor? İkisini ham katta harf bilan yozaman. Ism ajratib ketdim. Ism, ikkinchi so'zni ham katta bilan yozaman. Familiya. Dang, yana shu narsa misol uchun. Bundan chiq bo'ldi yozilishi. İkisi ham bosh harf bilan yozildi. Birinchi so'zni birinchi harfi bosh harf bilan, ikkinchi so'zning birinchi belgisi bosh harf bilan turibdi. Bu narsaga Pascal case deb aytamiz. Pascal case deb nom berilgan. Tushunarlimi? Shu programmistlar orasida shunday termin yuriydi, lekin hech yerda yozilgan qonun qoida emas. Buni yozsang ham, yozmasang ham majbur emassan, lekin odi shunday deb aytib ketiladi. Bu camel case, bu esa Pascal case. Tushunarlimi? Ikki harfli bosh harf bilan yoziladi. Demak, shunday strukturada men o'zgaruvchilarni ochsam bo'ladi ekan. Keyin o'zgaruvchilarga men chek nom berib bilmayman. O'zgaruvchilarga ishida ko'rib turgan kalit so'zlar, Pythonda o'zida mavjud bo'lgan funksiyalar, modullar turibdi. Men shu narsani o'zgaruvchini odi sifatida ishlatib bilmayman. Ya'ni bu yerda misol uchun false'ni boolean yolg'on class else if shart taqo'li bo'lsa, if char from global bu hammasi kalit so'z. Bularni men o'zgaruvchi sifatida yozib bilmayman. Bu yerda asosiy narsa boshqalar bor. Biz yozgan vaqtda Python o'zidagi modullarga o'xshash bo'lgan nom berasiz. So'zlar delda o'zgaruvchi bilmayman. Chunki delda o'zi o'chirish uchun xizmat etadigan operator. Uni ochib bilmayman. Demak, Python o'zida mavjud bo'lgan funksiyalarni, metodlarni nomlarini qo'llamanlar. Keyin yana bir narsa, o'zgaruvchi ochgan vaqtda iloji bo'lsa, o'zgaruvchilarga tushunarli nom beringlar. Ya'ni bu ham ketadi. Misol uchun men bu yerda nerede o'zgaruvchi ochsakman, misol uchun D dang O'zbekiston emas, shu an tushunarli nom berish kerak so'z bilan. Davlat dang O'zbekiston. Tushunarlimi? O'zi bir harf bilan ham o'zgaruvchi ochib ketish mumkin, lekin tavsiya etilmaydi. Aynan chek o'zgaruvchi ochsaksan, shu an mos bo'lgan nom ber. Tushunarlimi? Bir so'z berib ketinglar. O'zing ham ko'ringda tushunarli bo'ladi, boshqa biri ko'rsa ham tushunarli bo'ladi shu narsa. Yozimdan ham chiqib ketmaydi, chaqirgan vaqtda, ishlatgan vaqtda. Ana shunday, misol uchun yidang 21 emas, yoshdan 21. Iloji bo'lsa inglizcha nom beringlar o'zgaruvchilarga. Chunki realniy proyekt ishlagan vaqtimizda ham ko'proq bizlar inglizcha terminlarni, so'zlarni qo'yib ketamiz o'zgaruvchiga. Tushunarlimi? Savollar bormi? Tushundingizmi? Asal shuni bir yozib olinglar, print etib ko'ringlar shu narsani. Keyin shu bilan bu prezentatsiyamiz tamom, darsimiz.